Zambiyaning Luangva vodiysida yangi qirolicha paydo bo'ldi. Alimba. Jasur urg'ochi qoplon ushbu hududni 10 yil boshqarib kelgan va endi keksayib qolgan sobiq qirolicha Kamutsini taxtdan chetlatib, o'zi hududni egalladi. Endi uni saqlab qolish kerak. Muammo ko'p. Alimba boshqa urg'ochilarni bu yerga yaqin yo'latmaydi. O'zidan kuchliroq yirtqichlar bilan yuzma-yuz kelishdan ehtiyot bo'lishga harakat qiladi. Alimba o'ziga qarashli katta hududni asrab qolish va kelajagi bexavotir bo'lishi uchun erta-yu kech tinimsiz ter to'kishga majbur. Hamma narsani o'zi qilishiga to'g'ri keladi. Afrika ovchilari. Alimbaning boshiga tushgan sinovlar. Juda ham charchagan Alimba laqabli urg'ochi qoplon o'rmonda yashirinib yotibdi. Yil davomida uning boshpanasi bo'lmagan. Shuning uchun o'ziga Luangva vodiysidan joy axtardi. Urg'ochi 3 yoshida o'ziga tegishli hududga ega bo'ldi. Endi shu yerda joylashsa bo'ladi. Uning yangi hududi har bir qoplon orzu qilgan boshpanadir. To'g'ri, uncha katta emas. Bor yo'g'i 10 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Lekin bu har tomonlama qulay ov maydonidir. Bu yerda Alimbaga kerak bo'lgan barcha narsa bor. Ehtiyotkor mushuk hammadan ham pana joyga muhtoj edi. U soyada sezdirmay pisib borishi lozim. Bu ishni Alimba osongina amalga oshirishi mumkin. Axir unga qarashli yerning markazida alohida o'tgan joy bor. Mana bu jarlik. Bir yilda bor yo'g'i bir necha oy to'lib oqadigan daryo bilan kesilgan yer sharqdan g'arbga qarab cho'zilgan va Luangva vodiysidagi eng yaxshi yaylovlarni ikkiga ajratib turadi. Alimba bu xilvat joyda to hujumga o'tishga tayyor bo'lmaguncha atrof muhit bilan uyg'unlashib, ko'zga tashlanmay turadi. O'tlar yuzlab jonivorlarni, shu jumladan qoplonlarning sevimli o'ljasi bo'lgan antilopalarni ham o'ziga tortib turadi. Alimba antilopalar jarlik chekkasida o'tlaydigan yerni topsa bo'ldi. Har bir jonivorning hujumga o'tish uchun qulay hisoblangan eng maqbul masofasi bor. Shunda o'lja qochib keta olmaydi. Alimba o'ljaga 5 metr yaqinroq borishi va keyin sakrashi lozim. Qoplonlar ovda imkon boricha o'ljaga yaqinroq borishga harakat qiladi. Antilopa pupu qo'l yetar masofada desa ham bo'ladi. Sal yaqinroq kelishini kutib turish kerak xolos. Biroq yirtqichni sezib qolishdi. Uni sinchkov, it tumshuq maymun ko'rib qoldi.
Urg'ochi qoplon xuddi tajribasiz ovchi kabi xato qildi. O'ljani qo'ldan boy berdi va hammaning e'tiborini o'ziga tortdi. Uning yashirin joyi fosh etildi. Endi it tumshuq maymunlar Alimbani ko'zdan qochirmaydi. To'da bo'lib yashagan xavfsizroq. Maymunlarning uzunligi 5 santimetrli xanjar kabi keskir, qoziq tishi bor. Alimba bitta maymunga bas kelishi mumkin. Ammo katta to'daga bas kela olmaydi. Buni o'zi ham yaxshi biladi. Hozir yirtqich juda ojiz. Qo'rqayotganini sezdirmaslik kerak, yo'qsa it tumshuq maymunlar hujumga o'tadi. To'daga 3 ta katta erkak maymun boshchilik qiladi. Ular Alimbani o'ldirishga qodir. Biroq maymunlar jangda o'zlari ham jabr ko'rishi mumkinligini yaxshi biladi. Vaziyat keskin tus oldi. Alimba chekinmayapti. Maymunlar esa uni kuzatish uchun soqchilik qilmoqda. Yirtqich yashirindi. U qorong'i tushishini kutyapti, chunki tun qo'ynida ustunlik uning qo'lida bo'ladi. Yosh urg'ochi muhim bir saboqni o'zlashtirdi. O'zi haqida ham qayg'urishni o'rganmog'i lozim. Sobiq hukmdor Alimbadan 10 yosh katta edi. Keksa urg'ochi dono edi. Jarlikda ov qilish sabog'ini obdon o'zlashtirgandi. Kamuti o'ziga tegishli hududning har bir qarichini yaxshi bilardi. Antilopalar o'tlab yurgan bepoyon tekisliklardan tortib, to g'arb tomondagi buyuk azim daryo Luangvagacha bo'lgan ulkan maydon uning izmida bo'lgan. Ayyorlik va ehtiyotkorlik Kamutining bosh quroli edi. U 10 yil davomida shu yerni boshqarib keldi. Ammo raqibiga yutqazdi. Yosh Alimba g'alaba qozondi. Alimbaning tashvishi ko'p. Xuddi Kamuti kabi u ham yangi hududning har bir qarich yerini ham eniga, ham uzunasiga o'rganib chiqishi lozim. Agar Alimba shon-shuhratga berilsa, unda holiga maymunlar yig'laydi. Urg'ochi ko'plab xavf-xatarlarni yenga bilishi lozim. Alimba o'ziga tegishli hududni sherlar bilan baham ko'rishga majbur. Ular bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Arslonning og'irligi 150 kilogramm. Urg'ochi qoplondan 5 barobar katta. Yolg'iz kezadigan qoplondan farqli o'laroq, sherlar to'da bo'lib yashaydi. Alimbaga qarashli hududda 16 ta sherdan iborat Sefu to'dasi yashaydi. Agar orada nizo chiqsa, urg'ochi qoplon nobud bo'ladi. Bu yerda go'shxo'rlar ko'p, demak, o'g'rilar ham ancha. Sirtlonlar mohir ovchi va o'laksaxo'rlardir. Ular Alimba uchun unchalik xavfli emas, ammo uning o'ljasini o'g'irlab ketish uchun bor imkoniyatni ishga soladi. Tekislikda sirtlonsimon itlar ham izg'ib yuradi. Ular qoplondan 2 baravar kichikroq. Bu yirtqichlarning ustunligi jussasida emas,
Bahamjihat ish ko'rishida bilinadi. Ikkala yirtqich ham bir xil jonivorni ovlaydi. Faqat biri yakka ovchi, ikkinchisi to'da bo'lib harakat qiladi. Ikkisining ham raqibga toqati yo'q.